Hello YouTube'lar. Salom hammaga, sizlar bilan birgalikda bugun Dream kanaliga xush kelibsiz. Va bugungi videoda biza ilk videomizda chiqqanimiz instrumentlarni to'g'irladim va horror mod ham qo'shdim. Albatta ki inventory ham yoqildi albatta. A few moments later. Pauza qilamiz. Miga kirdik, afsuski noqulay joyda paydo bo'ldik. Va endi bu yerdan qochib chiqib ketish zarur bo'ladi. Bundan chiqib ketish kerak. A few moments later. Bonus chats yoqib qo'ygan edim. Menimcha bu yerlardan chiqmasa kerak. Tezroq chiqish kerak. Bittagina gadi. Endi esa biza rivojlanishimiz uchun bizga daraxt kerak bo'ladi. Lekin afsuski bu yerda daraxt ko'rinmayapti. Daraxtni qayerdan topsak bo'ladi? A few moments later. Siz borgunizcha pauza qilaman. Boyadan beri yo'q, stop. Boyagi joy emasmi chiqib? Yo'q, boyagi joy emasmi? Yo'q, shu joy-ku bu yerda. Yo'q. Biz hozir shuni churgam qayoqqa ketdi? Yo, endi shuni churganida bekor ketadimikan? Bilan orqa chiqaylikchi, balki ko'rinar. Endi faqat shu yoqqa to'g'ri. A few moments later. Hozir boraman. Mana joy topdik oxiri. Oxiri topdik mana. Soat 5 minutda boraman. Mana shu yerdan chiqib borish zarur. Tezroq. Chiqish ham bir buncha qiyin. Mana. Chiqish bo'ldi. Spam pozitiv borish kerak. Chiziqcha. A few moments later. Mayda chatdan kelyapti lekin. Tezroq biza rivojlanishimiz kerak. Menimcha bu yerda topish amr ma'qul, lekin biza topamiz. Nima bo'lmasin qidirish kerak. O'ngga chapni, to'g'ri, orqa, hozir bir past, 5 minutda boraman deyapman. Tezroq 5 minutda hozir. Tezroq sigirlar, qip-qizil. 100%. Qip-qizil sigirlar nima kerak bizga? 100% boraman. Mana va nihoyat taxta topamiz. Oxir topdik. A few moments later. Mana bo'lsangchi. Va nihoyat ikkinchi taxta. Uchinchisi ham bor ekan mana. A few moments later. Mana bu orasida to'rtinchisi ham bor. To'rtinchisini ham chopib. Keyingisiga o'tamiz. Oxirgisi mana bo'ldi, mana bitta taxtani ham oldik. Va endi instrumentlarni to'g'rilab olish zarur. Mana va nihoyat qilib bo'ldi. A few moments later. Va endi kerak bu yerda. Qornim ham ochib ketdi va bu yerdan tirka bilan bitta bolta yasaymiz. Har doim shuni kiritaveradi va 1 minut o'tdi. Ikkinchisi, uchinchisiga Ali yurda to'rtinchisi. So'yib olsak. Yana qo'ydim tomonim nimaga? Oppoq bunaqasini hali Minecraft'ning kamdan-kam. A few moments later. Adashmasam bu ikkinchi marta kelishim. Bundan zonalarda men kam bo'laman.
to'g'ri pastga yog'och bilan buzamiz. Endi kilkaga navbat. Mana Telegramda kelayotgan xabarlarga ahamiyat bermaymiz. Ko'mir. Mana shu ko'mirlarni olyapmiz. A few moments later. Sizlarga bu juda qo'rqinchli tushum ko'rinmasligi mumkin, lekin men qorong'u xonadaman-da. Qorong'u biroz qo'rqinchli ko'rinadi. Narsalarni qo'yib olish kerak. Hozircha videomiz 5 minut, 6 minut bo'ldi. Sizlarga aytgancha bu horror modda sizlarga tashlab qo'yaman. Horror modda ko'rgan kirkamni oldim. Qasanlardan mana shunaqa kiyimlar yasab olishingiz mumkin. A few moments later. Kilka yasaymiz. Yog'och kilkadan voz kechamiz. Qo'lchilar kuzatilmoqda sezgan bo'lsangiz. A few moments later. Iloji boricha ko'proq ko'mir. Aynan ko'mir dastasiga tushgani zo'r bo'ldi. Fakel yasash uchun aynan qulay joy. Aytgancha do'stlar, bu ilk videomiz. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ularni yorib tashlaymiz. Ko'payib bizlar Steamgacha boramiz. Albatta like bosib obuna bo'ling. Tosh. Boydan beri tosh yig'ib o'tiribman. Yarim stak bo'ldi. Menimcha bo'ldi. Maqsak bo'ladi. Go'sht teshikdan chiqqan. Bu go'shtlarni ham olib, ko'mirga ham olib qo'yamiz. Endi esa bitta fal, to'rtta berir. Shu yerda bizda tosh qolib ketibdi. Mana bu yoqqa ham bitta fakel. Buni davomini chiqaramiz bolalar. Bu tamom masala bu yerda biz rivojlanamiz, katta bir imperiya quramiz. Bu horror, tashqarida horror mahsulotlarni men hali ko'rsatmadim. O'sha horror mahsulotlar oldigacha boramiz hali. Boramiz. Va endi bolalar, shu yerda videoni tugatamiz. Albatta kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xohlasa bu videoning davomini chiqaramiz. Kutamanki bu videodan keyin aktivlar ko'payadi. Kanalda hozircha aktiv kam. Kirib ko'rsangiz bilasiz. Hamma